14-savol. Bu yerda 28 bo'lib ketgan, lekin 14-savolda kelyapti bizning savolimizda. Metil siklopropan va butindan iborat. Javob olmish chiqadi. Ikkovining formulasi bir xil. Metil siklopropan va butinning formulasi ikkoviniki ham C4H8 bo'ladi. Yig'ib yozganimizda shunday bo'ladi, formulasi ikkovi bir xil. Ikkovi yonganda, demak ikkovini bitta moddada bo'laveramiz, ya'ni C4H8 tarkibi birikma. Yonganda 1 litr bilan 6 litr kislorod reaksiyaga kirishib, 4 litr karbonat angidrid gazi hosil bo'ladi. Bizda bundan 8 litr berilgan. Bu yerda aytgancha suv bug'lari nima deyapti? Kondensatlandi. Suv bug'lari o'chirib tashlaymiz. Ya'ni hosil bo'lgan mahsulotlar tarkibida suv bug'lari yo'q, o'chirilgan, kondensatlangan. 8 litr noma'lum alkan yog' uchun qancha kislorod kerak? Ko'paytirib bo'lamiz 48 litr. Qancha karbonat angidrid kerak? Ko'paytirib bo'lamiz 32 litr karbonat angidrid hosil bo'ladi reaksiyada. Uni yoqishga 48 litr kislorod kerak. Lekin yonganda 32 litr karbonat angidrid hosil bo'ladi. 32 litr bo'lish kerak edi aralashma, lekin so'nggi aralashma 44 litr. 32 litr bo'lish kerak edi agar faqat karbonat angidrid o'zi bo'lganida. Lekin bizda 44 litr. Demak, ortib qolgan kislorod ham bor. Ortib qolgan kislorod va hosil bo'lgan karbonat angidrid yig'indisi 44. Shuni 32 litr karbonat angidridligini bilamiz-ku. Demak, ayirsak 12 si ortib qolgan kislorod bu. Ortib qolgan kislorod bilan sarflangan kislorod ikkalasini qo'shsak, jami dastlabki kislorod kelib chiqadi 60 litr. Bu jami dastlabki kislorod.